Xotinim siyib qo'yadi. Shu sababli ajrashmoqchiman degan savol kelibdi. Bunaqa keyslar juda ham ko'pmanda. Dar shunaqa holat bo'lgan. 25 yoshli yigit yaqinda uylangan bo'lgan, to'yiga 3 oy o'tmasdan ayolni olib kelgan. Shu muammo bo'yicha, ya'ni u qiz ham juda kichkina qiz bo'lmagan, 23 yoshli qiz bo'lgan. U uzluksiz ravishda boshida tushunishmagan bo'layotgandi. Darajada shunaqa bo'lgan, sarpasida plyonkalargacha qilish kerak ekan. Olib kelib, nima bo'ladi bu endi davolasa bo'ladimi? Doktorlarga borib davolatib ko'rganman. O'zi постоянно doktorlar tomonidan lecheniya olgan ekan, foydasi bo'lmagan ekan. Buni davosi bormi deb olib kelgan. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan ko'p keyslar bormanda, ya'ni ko'pchilik ajrashib ketadi. Ko'pchilik bunaqa narsaga chidamaydi. Mingdan bitta erkak olib kelib davolatib qanaqadir harakat qilishi mumkin, lekin bu o'zi yaxshilab tegini surishtirganda, shu kichkinaligidan boshlab kasallanib kelgan bolachi o'zi o'tib ketadi, katta bo'lsa qolib ketadi yoki qattiq urganda urishib bolani qo'rqitib, xuddiki o'sha katta bo'lgandan keyin bola o'tib ketdi deb o'ylashadi, lekin o'tib ketmaydi. 14-15 yoshgadan keyin o'z ko'rpasini o'zi yo'qdan bu yoqqa aylantirishni boshlaydi, olib chiqib o'zi quritishni boshlaydi, hech kim bilmay ham qoladi даже. Bu yerda men o'z bo'lmayaptimi? Shuni oqibatida yillar davomida kelib yoshi katta bo'lganda ham qolib ketmagan kasallik. O'shani lecheniyasini qilmaguncha baribir u xoh ayol kishi bo'lsin, xoh kichkina qizcha bo'lsin, xoh erkak yoki o'g'il bolachi bo'lsin, yosh bola baribir og'rib boraveradi. Agar sizni ham farzandingiz shunaqa NRS kasalligi bilan